Umurtqisi maymoq oldiga egilib qolgan, yoniga egilib qolgan mushta bemorlar diqqat. Doktorxonamiz, ya'ni Shinjon tibbiy dashasi Bashi tarmoq doktorxonasi shu umurtqisi maymoq bemorlarni davolashga nuqtaliq doktorxona bo'lishi bilan shu yozliq ta'tilda. Bular shu yosh o'smirlardagi o'quvchilardagi va cho'nglardagi shu umurtqa maymoqlikni shu o'qishga ta'sir ko'rsatmagan asosda davolash uchun 7-13 kuni shu ishga davlat mutaxassislar kelib shu umurtqa maymoq bemorlarni ko'rdi va operatsiya qilib ilib bordi. Buning ichida 18 yoshdan tuvan iqtisodiy qiyinchilik bor bemorlar olib qolsa shu yordam pulini iltimos qilsanglar bo'ladi. 18 yoshdan yuqori iqtisodiy qiyinchilik yo'q bemorlar shu ko'tir davolash bo'yicha davolanishlar. Masalan, so'raydiganlar 181 9988 7734. Shu numar undan masalan so'rasanglar bo'ldi. Operatsiya qilsa ishqidagi davlat mutaxassislar operatsiya qildi. Mutaxassis puli ilinmaydi. Oldin aloqalashib kelsangiz bo'ldi. Operatsiyaga mos kelgan bemorlar eng yaxshi 7-oy 3-stadium burun kap bo'ladi. Chunki operatsiyadan burun nurg'un tayyorlik xizmatlar bor.